do'stlar. Bu Ford Mustang Shelby 1967-yili chiqarilgan GT 500, ya'ni GT 500 modeli. Men o'zim mana shu mashinaga yoshligimda qiziqqanim uchun ayniqsa mana bu 60 sekundda o'g'irlash kinosi bor, bilsangiz, Nicolas Cage o'ynagan. Mana shu kinoda aynan mana shu model chiqqan. Ya'ni bu aynan Eleonora modifikatsiyasi hisoblanadi. Dvigatel hajmi V8, ot kuchi bo'lsa taxminan 350-500 ot kuchiga ega. 100 ga 4.5 sekundda chiqadi. Xullas bu bor-ku, agar menga o'xshab qiziqadiganlar bo'lsa, mana shu City Mallda tasodif ko'rib qoldim, bemalol kelib jonli ko'rib ketishim mumkin. Haqiqatan ham bunga qiziqdim. Ya'ni Ford Mustang GT 500 Shelby Eleonora. Dunyoda sanoqli chiqqan bu. Sanoqli versiyada chiqqan. Haqiqatan ham chiroyli apparat.